Ayolning eriga nisbatan rioya qiladigan odoblari. Birinchi, muslima ayol Alloh taologa ma'siyat bo'lmagan barcha narsada erining roziligini topishga harakat qiladi. Ikkinchi, hayotdagi eng go'zal fazilat qanoatdir. Risoladagi xotin o'zini bu fazilat bilan ziynatlamog'i darkor. Uchinchi, erga ixlos bilan xizmat qilish ham ayollarning yuksak odoblaridan biridir. Bir soliha ayol o'z eriga 7 kun xizmat qilsa, Alloh uning qarshisidagi do'zaxning 7 eshigini yopadi va jannatning 8 eshigini ochadi. To'rtinchi, xotin oilada chiroyli amallarga odatlanmog'i lozim. Qur'oni Karim o'qish, axborotlardan xabardor bo'lish, haqiqatni himoya qilish shular jumlasidandir. Chunki oqila va ma'rifatli ayol hamisha e'zozda, e'tiborda bo'ladi.